Assalomu alaykum, hurmatli Palma savdo mijozlari. Bugun mana Alisher akamiz bizning doimgi mijozlarimizdan birlari muddatiy to'lovga Redmi Note 14 mahsulotini xarid qilib oldilar. O'zlari videoga tushganicha noqulaylik bo'ldi. Hali bizda endi o'zbekchilik deymiz-ku, shunga o'zim olib qo'ya qoldim. Xudo xolasa mijozimiz o'rniga men telefonda o'zim ochib obzorlarni qilib beraman. Qani bismillah. Xudo xolasa Alisher akamiz yaxshi mahsulot xarid qilib oldilar. Redmi Note 14 eng oxirgi modeldagisini xarid qildilar. Xudo xolasa komplektatsiyasida chiqadi. Frazachi chexollari, garantiya talonlari va igorkalari. Endi esa telefonda asli eng chiroyli qora ranglisi, erkak kishiga mos, erkaklar mos. Eng oxirgi 8256 xotirali, 8128 xotiralilar hammasi mavjud. Akamiz 8128 xotiralilarni xarid qilib oldilar. Xudo xolasa buyur nasib qilsin, yaxshi kunlarga ishlatishsin. Sizlar hammaga tavsiya qilaman. Palma savdoga kelinglar, muddatiy to'lovga ham mahsulotlarni xarid qilib olishlaring mumkin. 3 oydan 24 oy muddatgacha mahsulotlarimizni bemalol xarid qilib olishlaring mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.